qizlar gap yo'q. Qoyil. Oho. Buncha shirin qizlar Orada bo'ladi. bunaqa qaranglar, ustozlarga rahmat. Charchamadlaringmi? Ustozlar urmaydimi? Baqirmaydilar. Aniq sekin chiqinglar qizlar deydi. Aka sizlarga qanaqa? Mana shu qizcha nimagadir ko'zimga tanish ko'rinyapti-da. Kimni qiz? Bahromda? Islom Farmonov sizga kim bo'ladi? Islom Farmonov jiyani ekan, shu tanib qoldi. Bir safarga endi Islom o'zi bilan olib chiqadi. Rahmat qizlar sizlarga. Sog' bo'linglar. Qizlar akalarga aka sizga bay paka. Ha, paka. Qoyil. Hali boya aytdim-ku, bizda yolg'on yo'q. Mana homiymiz Kukmara savdo belgisidan 14-yanvarga paypoq olmanglar endi aka. O'zimdakilari paypoq olmanglar, kerak emas. Paypoqni Umid akamdan men olamiz-da. Ishtamish qilib yetmasa bo'lmasa Birinchi sovg'ani Zo'rtovidan oldik. Ko'kmaradan. 13-yanvar bilan tabriklaymiz deydi. Ko'kmara. Erkaklarga sovg'a-yu, lekin ichida baba ayollarga ekan deb. Ayollarga mana Biz ish etamiz ekanmiz. Mustafa akam 2 kundan beri uyga bormayaptilar, buni kutib turadilar-da ozoq. Sovg'a borsa hammasi tinch bo'ladi aka. Rahmat. Arzimas bo'lsa ham, lekin baribir yaxshi. Albatta. Ha, eng muhimi e'tibor. Albatta. O'sha hech narsa bo'lmay jo'natib olsak nima qilardinglar deydi. Rahmat. Ko'kmaraga rahmat. Endi bermasa jo'natib. Haqiqatan bayramday bo'lsin. Mustafa akamdan yana bitta qo'shiq. Mustafa, Maza qilsak. premyera emasmish qilib. Qurolicham Ish qilib deng. Zo'rto'da qo'yib qo'yamiz konsertni. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qirolicham ko'chaga chiq. Qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar. Seni olib ketgani keldim. Senga berib shirin va'dalar. Seni olib ketgani keldim. Joningga jon berishlarimni ishonmasa
Qirolicham ko'chaga chiq Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldim Ey qirolicham ko'chaga chiq Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldim Bu qirolicham qo'shig'i menga o'tmishdi, yodga soldi, kelinglar. Qo'shiq haqida ustoz Shifu nima deydilar? Endi hozir qaytamiz hozir. Boshdan oxirigacha qochirimlardan iborat. Unaqa odamlar Beethovendan ham ayb Ha. Endi ayollarni qirolichaga o'xshatibsiz, bu yomon emas, lekin mayli deydi. Ko'chaga chiq debsiz, o'sha joy ozgina aniq. Qirolicha chiqadimi? Qirolicha chiqadi. Chiqishida bog'ladi. Endi ko'chaga nechta chaqirishga bog'liq. Qirolicha chiqmaydi, siz borasiz qirolicha oldiga deydi. Huzuriga. Ha, E, huzuriga. Bu Lekin qo'shiqni eshitgan bir narsa esimga tushib qoladi har doim. ayting, qiziq bo'lsin ish qilib. Qiziq bo'lsa, eshitish. Bo'ldi aytmayman. Qiziqmasmi ayting? Qiz bo'lmasa Oxirida shuni bir aytay dedim-da bilan tugatmas. Yo, bitta san'atkorlarga mana sizlar anaqasizlar, o'zimiz ham tadbirlarda yurib, umumiy bitta zo'r life fact deyiladi bu narsani. Aytaman, to'yga banketga borganda bitta kayf bo'ladi. Shuni bitta o'shani bilinglar, nastroy qilib borsanglar, mazaq o'tkazaverasizlar. Men o'sha miyamga quyib oldim-da, boraman, toshni borda o'sha odam. 45 ta to'yga borsak ham, shunday borsa, ha, bor ekan. Ha, endi chiroyli o'tadi deyman. Uni haliga miyaga nastroy qilib olsak, hali qurib olsak, shunaqa o'tadi tadbirlar. Liboy joyda har qanday banket bo'ladimi, to'y bo'ladimi, tomosha Endi bo'ladimi. Mashrab akamni tegishtirdingiz-da. Ha, Shunaqa odam bor oramizda deb. Aytmasa bor ekan. Alqishlayapsiz-da o'zimni. Yo'q, aslo unaqa emassiz. Lekin hazil bilan haqiqatdan ham shunaqa insonlar bor. O'zini san'atkor baribir hali admini bo'lgan taqdirda ham sal nastroy qilib borish kerak. Yana yo'q. O'zi hamma kulib yotgan bo'lar, gapirasiz. Bitta odam kulmaydi. Ha, unaqa ham bor, lekin Ha? o'sha, ha. Qarab turadi yuz-yuzga. Odam xijolat bo'lib qoladi. Qarzim bormi? Yo, u tushunmayotgan bo'ladi. Ular uyga borib kuladi. Yoki eslab olib uyga borib. Uyga borib kuladi. Ayoli hayron. Nima bo'ldi? Jimpi yalab ketdi. Deb kechasi bilan qo'ydi. Yo, bitta joyga bordik. Tasi urushib qolgan ekan, men unga endi ona qilyapman, live hack qilyapman, aytyapman, motivatsiya beryapman. O'rtoq deyapman. Mana shu gulni olamiz dedim, shikolatlar olamiz. Ha, oldik. Oybek borib, o'zimizni Jahon akam shogirdi, bojalar. Oybekniki olib bordim-da, endi Oybekni. Oybek sal urushib qolgan ekan. Sparkda bordik. Spark taksi. Bizda mashina yo'q ekanlamizda ham. Qirolicham ko'chaga chiqib, "Qo'y o'rtoq" dedim. "Men javob dedim, gapimga dedim. Aka urush bo'lsa-chi, akasi chiqib ursa-chi" dedim. "Men qo'rqmayman hech kim." Shuni yo'l o'rtasiga tashladida Oybekni. Qirolicham bitta qo'ydi. Haqiqatan akasi chiqib qoldi. Kim sallar deb kamera o'rnatilgan ekan uyda oldiga. Ha. Oybek shunday tashlab qochib ketdi. Ana. Hozirgacha Jalol aka Oybek ko'p gapiradi. Ishonmang bu bolaga deydi. Mashrabda nimaga haligacha uylanmagan sababi mana shunaqa sirlar omman oldida butun O'zbekiston biladi. Keyin ha deydi. Efirda Har efirda bitta istoriya aytib bersa, Oybekni ana qildim-da, tashib ketdim-da. Men o'zim hech qachon men ko'ksimni qalqon qilib chiqib boraman. Akasi bo'lsa ham, ukasi bo'lsa ham, dadasi bo'lsa ham. Ana Yaxshi ko'rib bilan, qo'ysa yo, bo'ladi. o'zi fantaziya qilib ko'rsangiz haliga qirolicham ko'chaga chiq muzikadan qochish zo'rda. Ha, muzika bilan qochish, yigit qochyapti ayolda. Aql bo'linglar bo'lib qoladi-yu 45 yilgacha. Yo, o'tgan dasturimizda aytdik-ku, rekord qo'ygan juftlik 86 yil bo'lgan va uni siri bahslashganda shunchaki tabassum qilib turish deyilgan edi. Esingizmi? Nimaga menga hech kim uchramaydi? Har doim uxlayotganda kulib uxlayman. Haliga eski bir anaqa bor, haliga baxtli yashayapsizlar. Buni siri nimada deb aytibdi-da. 45 yil yashayapsizlar, oila birga. Siz jahlim chiqqanda debdi, men tomga chiqib ketaman degan ekanda. Keyin qanday yaxshi kechirdinglarmi? Endi 45 yil tomda yashadimmi degan ekan.
Juda qisqa qo'shiq bo'ldi, lekin Xurshid aka rahmat sizga. Tashrif uchun rahmat Xurshid aka, sozandalarga rahmat, shu yerda ishlayotgan, xizmat qilgan barcha insonlarga rahmat aytamiz. Tashrif uchun Sanjar aka, Sunnat aka, Mustafa aka, Sizlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Biz qachon bizni efirimizga chaqirganimizda labbay deb kelaverasizlar degan umidda. Mashrabjonga kattakon rahmat. Rahmat, men ketdim. Nargizaxon xayrlashing. Nargizaxon xayrlashing. Ko'rsatuvimiz boshida bir safar va'da beramiz, ko'tarinki kayfiyatni va biz bugun ham bu va'damizning ustida turdik va buni uddalatadigan umiddamiz. Mehmonlarimizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Davramiz juda ham fayzli bo'ldi va kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachi kuni, himoyachilar kuni barcha erkaklarimizga muborak bo'lsin. Hammaga tinchlik, omonlik, xursandchilik bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin, hamma boy bo'lsin. Albatta, sog'lik, salomatligida yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Zo'rtov telekanalida uzoqlashmang. Eng zo'rlari faqat bizda. Hozir Bahrom Nazarovdan bitta chiroyli klip bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Doim sevib yashanglar. I love you. Salomat bo'ling.